ekanda. Ey, bu sizlarda aha deganlari seni gaping meni shikalatim degani bilan barobarda. Chol buzigani. Rahmat. O'ng oyog'ingni qo'y mana bu yerga aka. O'ng oyog'ingni o'rtaga qo'y uka. Ey, lampochkani ushama. Yonib ketadi bo'lmasa. Tayyormisan aka? Ketdi. Ha? Bitta qarsi bo'lsin. Qarsilar bilan. Shohijahon, bu yigit senga yengillik qildimi deyman? Ha. Nima bo'lmayapti? Qarsi bo'lmayapti. Qarsi bo'ldi. To'xtatdi. Uka, ushama dedim men senga. Uka, qaytar dunyo haqida eshitganmisan? Aha. Faqat aha ekanmi? Hey, qaytar dunyo avval 40 yilda qaytsa, hozir 40 yilda qaytadi. Ishonasanmi? Ishonaman. Bo'l. İşonsang keqani qaching. Yarim yalang'och, uyatsiz. Qoch. Yotma bu yerga. Yo'q. Qaytar dunyo. Endi sen yotasan, men chiqaman. Yo'q. Qo'rqma, chiqmayman. Yo'q, o'g'il bo'lasan, uka, yot. Niyat qilib yot, umringiz uzoq bo'lsa, polvon bo'lga yot. Yot. Shishaga emas, bu yoqqa yot. Kiyimini yirtasan hozir, yot. Yot, ana shu yerga yot. Qo'lingni boshingga teg qo'y. Lampochkani ushama dedim men senga. Oyog'ingni chalkashdi. Yotishni qaranglar ana. Katta xonasiga yotganda yo'qda. Tamam, bo'ldi. Sifat etkani ko'tar aka. Yeshdimani, ma'niyatini ko'tar. Shalvaringni, burugingni tushir aka. Tushir. Hey! Sunnat qilaman pichoq bilan. Baxti, sunnat bo'lganmisan? O'tir bo'lmasa, o'tir. Zo'r bola ekan, omaligi yo'qdi menga.